homiladorlikni aniqlashni eng maqbul usuli bu. Ham onaga ham bolaga ham zararsiz. Homiladorlikni belgilari bo'lishi mumkin. 4 hafta 6 kunda ko'rsatadi apparat. Testlarda ertaroq bo'lishi mumkin, lekin bunda 4 hafta 6 kunda aniqlab beradi. Bunda menstrual sikl borda, hayz ko'rish sikli bor. Hayz ko'rish sikldan keyin 5 kun o'tib ketadimi? 5 kun 10 kunda atrofida ko'rinadi. Masalan, 15-da hayz kelyaptimi? Keyingi 15da keladi. Endi u ayol biladida, masalan, ba'zida har oyda ular siklini o'lchab oladi. Bugun masalan 11-da keldimi? 11-da. Endi har oyda u o'zgarishi mumkin. Yo oldiga siljishi mumkin, yo orqaga siljishi mumkin. Shuning uchun uni o'lchab oladi. O'lchab 4 kun, 5 kun oldidan ko'radi ko'proq. Aksariyat oldiga suriladi. Homilador bo'ldi, u o'tib ketadi shu kunda. U уже сразу birlamchi belgilari boshlanadi.